5% bilan mashina olish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Motori bo'yicha vashi gap so'z bo'lishi mumkin emas-da aka. Ancha-muncha buzilmas ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va konditsionerimiz ham bor avtomashinada. Ko'rishlaringiz mumkin. Materialni sidina bo'ladi, mexanika korobka bu avtomashinamizda. Monitorimiz ham bor avtomashinamizda. Konditsioner bilan o'zi bu mashina qanaqa sotuvi? Sotuvi zo'r. Sotuvi zo'r, chunki maktablarga yoki bog'chalarga ham olishaveryapti, sayohatlarga ham olishaveryapti. Kelsak, 70% bilan kelasiz. Bemalol rastrojchiga 12 oyga olib chiqib ketaverasiz. 12 oyga. 30%ni 12 oyga. O'zbekistonda yangi mashina bo'lsin, yetmaganiga o'zimizni zavodda ishlab chiqarilgan zavod tomonlama zapchastlari kafolatlansin va o'rindig'i ko'p bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Damas o'rniga boshqacha mashina kelgan, batafsil video ko'rsatamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisak qilsanglar. Juda ko'pchilik olyapti bu mashinani. Qanaqaligiga qiziqdingizmi? Videoda batafsil ko'rsatamiz. Videomizni boshladik. Jack Motors'dan yangilik kutgan obunachilarimiz uchun ajoyib yangilik bo'libdi do'stlar. Endilikda 5% bilan mashina olish mumkinmi yoki mumkin emasmi degan obunachilarimiz uchun yetib kelganmiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelisak qilsanglar. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan omonmisiz? 5% rostmi? 5% albatta rost. Men sizlarga hozir bir boshdan bu narsani tushuntirib bermoqchiman, albatta. Bo'lmasa, men tushuntirib o'tsam. Xo'p, 5% skidkalarimiz hozirda Jack M3 avtomobillarimizga amal qilyapti. Xudo xolasa yana boshqa ochiladi. Inshaalloh. Bu mashinani obzorini to'liqroq bersak-da. Nima dedingiz? Xo'p, bo'ladi aka. Xo'p, bu M3 avtomobilimiz. 1.8 atmosferli, 134 ot kuchi. Xo'p, kuzovlar Atsinko kuzov hisoblanadi. B kategoriya bilan bemalol shofyori bilan 9 ta mesta, ya'ni 9 o'rindiqli B kategoriya bilan bemalol sayohatlarga chiqsa bo'ladi. Boya bitta akani ko'rdim, gaplashib qoldik. Ya'ni 3 ta shunga o'xshagan Jack Sunray'dan olgan ekanda. Motori bo'yicha vashi gap so'z bo'lishi mumkin emas-da aka. Ancha-muncha buzilmas ekan, ancha-munchaga zo'r ekan dedi akamiz. To'g'risi, endilikda xudo xolasa o'zimizda ishlab chiqarishni boshlaydi. Zavod qurilyapti xudo xolasa. Xudo xolasa yaqinda yanada yangiliklarimiz bo'ladi. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Men sizlarga bitta shu muxlislarimiz yoki obunachilarimizga bitta ichki salonni ko'rsatib o'tsak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va konditsionerimiz ham bor avtomashinada. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga qo'shimcha polik tashabali nima qilish, leloning qilishni hojati yo'q. O'zi zavodskiy bor. Xo'p. Mana ichkintilari ko'rsak. Oho, gap yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. Sidinalarimiz materialni sidina bo'ladi, mexanika korobka bu avtomashinamizda. Monitorimiz ham bor avtomashinamizda. Konditsioner bilan yurganda qiynaladimi, qiynalmaydimi? Yo'q, qiynalmaydi. Muammo qilmaydi shofyor akamizga. Inshaalloh. Gap yo'q. Ana, zavodskiy shumkalari bilan mashina motor qismini ham bitta ko'rsakda ochib. Xo'p bo'ladi. Qo'shimcha bu mashinaga zapchas tomonlama muammo bormi, yo'qmi? Zapchas tomonlama xudo xolasa muammosi yo'q. Xudo xolasa. Tak, mana motor qismlarini ham sekingina ochsak, mana bitta qo'lda eplanmadim. Oppali. To'g'risi. Qani, ana. O, zavodskiy changlari bilan ekanda, xudo xolasa. Zavodskiy chang issiqqina novi yetib keldi. Sraz obzorni boshlab oldik. O'zi bu mashina qanaqa sotuvi? Sotuvi zo'r. Sotuvi zo'r, chunki maktablarga yoki bog'chalarga ham olishaveryapti, sayohatlarga ham olishaveryapti. Sotuv yaxshi ketyapti. Umuman yoldirgani yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa, gap yo'q. 1.8 motor avtomashinamiz, sepli bo'ladi. ABS sistemamiz bor mana yerda, miyalari ko'rishlaringiz mumkin. Miyasini nima uchun ko'rsatyapman? Mana shu yerda pauza qilib, gaz tushsa bo'ladimi, propan tushsa bo'ladimi deganlar uchun miyasini ko'proq ko'rishadi ustakalarimiz. Xudo xolasa propan bemalol tushaveradi bu mashinaga. Gaz ham xudo xolasa bemalol tushaveradi. Asosiysi atmosferni nima deydi? Injirlik qilmaydi xudo xolasa mashina. Ancha-muncha joydan olib ketadi. Inshaalloh. Xo'p, bu mashinani narxiga keladigan bo'lsak, narx qanaqa? Narxi hozir tan narxi 215 million so'm. 215 million so'm. 215 million bilan bemalol ishingizni
2-3 soat ichida bemalol hal qilib beramiz. Inshaalloh. Avtomobilga kelsangiz, Aha. boshlang'ich 25-30 bilan avtomobilingizni xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni 60-70 million bilan 60-70 million bilan bu mashinani xarid qilsa bo'ladi. Xuddi To'g'risini aytadigan bo'lsam, boshqa savolga qaytadigan bo'lsak, Ha? misol uchun keyin birma-birda ketma-ketlikda ketamiz. Ya'ni 5% bilan bu mashinani olishimiz rostmi yoki men noto'g'ri eshitdimmi? Yo'q, ko'pchilik noto'g'ri eshitdi, uzr. Bunga M3 oqlarimizga 5% lik skidka. Ha, 5% skidka. bor. Oho. Yaqinda ochildi, xudo xolasa amal qilyapti. Primoy zavoddan. Primoy zavoddan aka u. Endi misol boshqa joylardan oladigan bo'lsak, narxi qo'shiladimi, qo'shilmaydimi, qayerda arzonroq olamiz degan akalarimiz ham bo'ladi-da. Shularga nima yechim berasiz? Yo'q, chunki qarang, zavod bitta, Aha. O'zbekiston rasmiy milliy brendiga aylanib ulgurdi. Jack xalq bu narsani juda ham suyishyapti. Nima deydi, bir shofyor akalarimiz juda ham sevishyapti bu avtomobilni. Aha. Xo'p, savolingizga keladigan bo'lsak, barcha filiallarimizda, hattoki zavodimizda ham bir xil narx. Ha. O'sha 215 million 460 ming so'm bir xil belgilangan. Aha, tushunarli. Vanidan oladigan bo'lsak, vani chiqyaptimi? Vani ham chiqyapti. 200 million atrofidamidi u? 199 million. 199 million. U ham Tushunarli. u Aha. ham o'sha respublika bo'yicha bir xil narxda. Bir xil narxda. Hammasi. Tushunarli. Endi mani pulim kam, nasiyaga olaman, rastrochkaga degan akalarimiz uchun rastrochka bormi? Rastrochkalarimiz bor, albatta. Aha. Bu M3larimizga kelsak, 70% bilan kelasiz. Bemalol rastrochkaga 12 oygacha olib chiqib ketaverasiz. 12 oyga. Ha, 30% ni 12 oyga, 5% hech qanaqa qiynalmaydi. Bo'lib to'laverasiz 12 oyga. Xo'p, una bo'lgan bo'lsa hozir 70% deyapsiz, 50% to'lasangiz-chi? Xo'p, 60% to'laydigan bo'lsangiz, 10 oyga chiqarib beramiz. 10 oyga. 10 oyga albatta. 50% ga iloji yo'qmi? Yo'q, 50% ga hozircha ilojimiz yo'q. Tushunarli. Xo'p, endi bu mashinaga bitta pasportga boshlang'ich kamroq pulim bor degan akalarimiz uchun necha pul eng kami bilan chiqadi? Xo'p, eng kami 25-30 bo'ladigan bo'lsa ham shu 65-70 bilan kelsa, Aha. bemalol muammosi olib chiqib ketadi. Oylik to'lovi qanchadan chiqadi taxminan? Oylik to'lovlari shu 4,5, 4-5 atrofida, o'sha boshlang'ich to'lovga qarab, yokida olayotgan necha oyligiga qarab. Ya'ni bizda 5 yilgacha bor, ya'ni 60 oygacha bor. Aha. Shunga qarab to'lov summalarimiz o'zgaradi. Mana bu pastdagi nomer yoki mana shu profillarga murojaat qilsa, bemalol uzoq viloyatda bo'lsa ham chiroylab ana shu jadvallarigacha yo xarakteristikalarigacha bemalol tashlab berib olamiz. Ha, demak, hozir O'zbekistonda istalgan hududidan telefon qilsa, ishini bitkazib beriladi. Xuddi shunday. Misol uchun aytaylik, kelib yurishi ham shart emas. Yo'q, umuman shart emas. Aha. Polni kredit nimalarini misol tekshirtirishga ham misol yordam berishimiz ham mumkin qo'ldan kelguncha. Shunga qarab, albatta keladi. 2-3 soatga qolmasdan muammosi chiqarib beraveramiz. Inshaalloh. Albatta mijozlarimizga qulay qilib ishimizni nima deydi, tugatishga harakat qilamiz. Cheris onlayn ham qilsa bo'lar ekanda shartnomani, misol uchun. Maksimal harakat qilamiz. Asosan mijozga qulaylik, sifatli narsani yetkazib berish. Inshaalloh. Kimda-kim qiziqsa, do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Rangida, pulida farq bormi yoki yo'q? Yo'q, rangida, turida umuman farqi yo'q. Xo'p, ranglarimizni ko'rsatib o'tsak, qora, xo'p, seri, ya'ni akalarimiz biladi, stolnoy, xo'p, oq va yana bitta seri. Ranglardan muammosi yo'q. Ha, bonuslarga to'xtalib o'tsak, bonuslarni ham chiroyli qilib beramiz. Albatta, bonuslar yo'q emas, bor. Kelishsa, chiroyli bu narsani tushuntirib o'tamiz. Eng kami qiziqtirishligi uchun nima bonus qilib beramiz inshaalloh? Eng kami Evakordan sifatli polligimiz bor. $100. $100lik polida. Polni tashab beramiz ichiga, muammosiz. Inshaalloh. O'sha orqalariga deydi. Ha, orqalarigacha ketadi. Voh, gap yo'q. Lokatsiyani ham aytib o'tsak. Xo'p, lokatsiyamizni aytib o'tsak, ya'ni Farg'ona darvoza. Farg'ona darvozadan shunday aeroportga o'zi burilishingizda Jack Motors Farg'ona filiali bor. Biz ro'paramiz Registon o'quv markazi. O'ng tarafimizda Tantana hotel. Tantana mehmonxonasi mana shu chorrahada. Pastdagi nomer yokida mana shu profillarga murojaat qilsangiz, Telegramdan qulayroq qilib albatta sizga lokatsiyalarni tashlab beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh.
Mani nomimdan kelsa, Xudo xolasa xijolat qilmasdan chiqarib berasiz, inshaalloh. xolasa, Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi sizga. bo'lsin ma'lumot uchun. Sog' bo'ling, Charchamang. salomat bo'ling. Inshaalloh. Xo'p. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.